Assalomu alaykum, qadri bilan akalarim. Meni betonlarni quyib, qurilishda nimadan, devorni nimadan urtamikin, penobloydan urtam bo'ladimi, bo'lmaydimi degan akalarimiz shu. O'ta ham baquvvat qilib, o'ta pishiq qilib quyib qo'yganmiz. Mana qilib ezilmaydi bu. Mana qilib ezilmaydi. Qattiq bosaveradi bemalol. Nimagaki bu yoqda mana ko'ryapti, burchaklari sinib ketmaydi. Bugun quyildi. 2-may 2025-yil 2-may bugun quyildi. Buni joyida 13 ming so'mdan 20 ga 30, uzunligi 60 bo'ladi. Baquvvat qilib quyilgan, xudo xolasa. Bu yoqda ardali varianti ham bor. Buni narxi joyida 11 ming so'mdan. Hal o'rtacharoq vaznda quyiladi. 25 kiloga quyilsa, bu 30 kilo, 31 kiloga quyiladi. Quriganda 16-17 kilo bo'ladi. Bunisi qurganda 14 kilo, 13 kilo bo'ladi. Shu farqi shunda. Lekin uy sosanglar ham, bundan sosanglar ham bo'laveradi, bundan sosanglar ham bo'laveradi. Bu ordarog'idan. Lekin bunisi baquvvat. Bunga garantiya anchalar bor. Garantiyasi bor. Akalar shunga shunaqangi penobloylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlar telefon qilaverasizlar. Agar tomshoq qildirmoqchi bo'lsanglar ham menga murojaat qilaverasizlar. Like bosib qo'yinglar, pastgani ham bosib qo'yinglar. Bosmasanglar lekin o'ta ham qattiq xafa bo'laman. Rahmat, sizlarni hammanglarni kutaman. Yaxshi kunlarda xizmatinglarda bo'laylik. Chiroyli qilib mana olsanglar, uylar chiroyli qilib solinglar akalar. Assalomu alaykum, qadri bilan akalarim. Meni betonlarni quyib, qurilishda nimadan, devorni nimadan urtamikin, penobloydan urtam bo'ladimi, bo'lmaydimi degan akalarimiz shu. O'ta ham baquvvat qilib, o'ta pishiq qilib quyib qo'yganmiz. Mana qilib ezilmaydi bu. Mana qilib ezilmaydi. Qattiq bosaveradi bemalol. Nimagaki bu yoqda mana ko'ryapti, burchaklari sinib ketmaydi. Bugun quyildi. 2-may 2025-yil 2-may bugun quyildi. Buni joyida 13 ming so'mdan 20 ga 30, uzunligi 60 bo'ladi. Baquvvat qilib quyilgan, xudo xolasa. Bu yoqda ardali varianti ham bor. Buni narxi joyida 11 ming so'mdan. Hal o'rtacharoq vaznda quyiladi. 25 kiloga quyilsa, bu 30 kilo, 31 kiloga quyiladi. Quriganda 16-17 kilo bo'ladi. Bunisi qurganda 14 kilo, 13 kilo bo'ladi. Shu farqi shunda. Lekin uy sosanglar ham, bundan sosanglar ham bo'laveradi, bundan sosanglar ham bo'laveradi. Bu ordarog'idan. Lekin bunisi baquvvat. Bunga garantiya